Данный момент hech nimasi bo'lmagan bola 2 yildan keyin ham hech nimasi bo'lmaydi degani emas. Ismingiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Ismim Sadoqat, blogerman. Blogimda sog'lom turmush tarzi haqida blog olib boraman. Yigitingiz bormi? Yo'q, turmushga chiqqanman. Turmushga chiqqansiz? Ha, ikkita bolam ham bor. Zo'r. Qarang, mana hozir qizlarni ko'ryapsiz. Geylik, mahr degan temalar ancha ko'tarilib ketib qoldi. Shu bo'yicha qisqacha o'zingizning fikringizni aytib keta olasizmi? Menimcha bu narsa hammasi illyuziya, chunki sotsial medialarda o'z blogerlar ham ko'p odamlar faqat ular hayotini yaxshi tarafini olib chiqadi, yomon tarafini olib chiqmaydi. Misol uchun uyda janjal bo'lsa, uyda haydab borishsa olib chiqmaydi-da, eri katta buket olib kelsa, buni qo'yadi. Shuni oqibatida yosh qizlarning ko'ziga qanaqadir illyuziya kelib qolyapti. Tushunarli. Endi turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarga nima maslahat bera olasiz? Menimcha qiz bola bir marta umrida aqlini ishlatish kerak. U ham bo'lsa, tanlab, mana shu umr yo'ldoshini tanlayotganda agar to'g'ri tanlov qilsa, keyinchalik unga aqli kerak bo'lmaydi. Umr yo'ldoshi uchun hammasini rejasi qilib beradi. Shaxsan o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Turmush o'rtog'im bilan bir-birini sevib qolgan paytimizda 18 yosh edim va ular talab edilar. Boshqa hech narsalari yo'q. Sevib turmush qurgansiz. Shunaqa. Maslahat berasizmi? Конечно. Sizga rahmat, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Mayli, sizlarga ham rahmat. Qizlarjonlar o'zingizlarning ustingizda ishlanglar. Shunda o'zingizga o'xshagan odam atrofingizda yig'iladi.